Assalomu alaykum do'stlar. Keldik sizlar uchun. Bugun ko'rsatuvimizda Umma brendidan gibrid Cormsits Don va Silas Makka urug'lari. Xoslarlik va ozuqa sifati bo'yicha eng zo'r tanlov. Bizning Karmol Makkamizning ikkita xil turi bo'ladi. 600 va 100 modeli bo'ladi. Buni kalibrovka bo'yicha 1 kilosida 3300 dan 3500 gacha urug' bo'ladi. Xaltasida 50 ming dona urug'i bor. 1 gektardan 17-18 tonna hosilni istasangiz, sizlar mana shu urug'imizni tavsiya etamiz. Bu O'zbekistonda o'zini juda yaxshi ko'rsatdi. Ya'ni issiq va sho'rqat yerlarda hammasini Ispaniyadan o'tdi bu. Hosil juda kuchli, sifatli urug'lari. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma urug'i bir xil. Bu gibridlashtirilgan chet yer fuqarosi bilan hamkorlikda ishlatilgan urug' bo'ladi. Sizlarni biladigan kitayskiy, yevropeyskilar bilan juda yaxshi raqobatchilik qiladi. Agar istasangiz, Duboy viloyatga sizlarga chiqarib beramiz xalqaro ob'yomimizda. Agar ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizlarga javob beramiz. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bizga obunachib bo'ling. Sog' bo'ling.